Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomosha qilayotganlar. Mana bu eshik mana Marhamat Mustang 67-yilda eshigini Toyotaga joylashtirdik. Xo'p. Mana shu zazorlar mana krasavchikda bu turishini qaranglar, bu liniyani operatorisi nima qildi buni? Ana shu turishiga olib kelguncha mana bir hafta bitta eshik vaqtimda oldi. Xo'p, mana bu eshiklarni joyiga qo'ydik, zamoklar zakaz qilingan, ruchkalari, hamma narsasi zakaz qilingan. Xudo xolasa bunisi haftalar tayyor bo'ladi, qo'yamiz. Ungacha bagajnik va mana bu stekloplastik ishlarini xudo xolasa tayyorlaymiz. Hurmatli tomosha qilayotganlar, shu poliferni smola, epoksidni smola, steklomat Samarqandda topilmayapti. Bor, juda ham qimmat. Shuni biron arzonroq optimum joylarini bilsanglar bitta yozib qo'yinglar, iltimos.